Bizda yana bitta yaxshi natija, bemorimiz 17 yosh, shu yilgacha, shu yoshgacha bemorimiz enurex kasalligi bilan og'rigan va bu narsa bo'yicha juda ko'p davo muolajalarni qilishgan va bu natija bermagan. Bugun qizimiz yosh bo'lganligi sababli onalari bu narsa bo'yicha o'zlarini fikrlarini aytmoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu enurex kasalligi bo'yicha hamma joyga qizimni olib borganman. Toshkentga ham, Samarqand, Sirdaryoga qayerda ishga olsam bo'lardi. Lekin ularda hech qaysidan yaxshi natija bo'lmagan. Biz mana shu axborot vrachga sizga keldi. Shu narsani bildimki, o'sha yozgan lecheniya, fizioterapiya, igloterapiyalarni qo'shimcha qilib olib, shuni natijasini ko'rdim. Xudoga shukr, hozir hamma o'ylaganimdan ham yaxshi natija bo'ldi. Qolganlarni ham kelishlarini xohlayman sizga. Bu misol uchun hech qachon aldanuvchi narsa emas, bu hammasi rostmiylik bilan hammasi. Mana shunaqa qiynalgan insonlar bo'lsa, shu vrachga kelishlaringizni so'rayman. Eng qizig'i, bemorimiz hali davo muolajalarini boshlaganimizga hali bir oy ham bo'lmasdan yaxshi natijalarga erishdik. Kimda kim enurex kasalliklari yoki bolalarda yoki kattalarda uchrashuvchi enurexlar uchragan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi natija beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat sizga.